20 kishidan iborat bo'lgan qurollangan guruh Tojikiston-O'zbekiston chegarasida joylashgan chegara zastavasiga hujum qildi. Hujum qilgan shaxslar IShID terrorchi guruhi jangarilari bo'lgan. Ular Tojikistonga Afg'oniston tomonidan o'tib kelishgan. Bu haqda Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Ular Afg'oniston Islom Respublikasi hududidan maxsus topshiriq bilan o'tishgan. Ularning barchasi IShID terrorchi guruhi a'zolari hisoblanadi, deyiladi xabarda. Ma'lumotlarga ko'ra, hujum chorshanba kuniga o'tar tunda sodir bo'lgan. 2019-yilning 6-noyabriga o'tar tunda soat 3:23 da 20 nafar noma'lum shaxs o'q otar qurollardan foydalanib, Sultonobod chegara otryadi harbiy qismining Ishkoboddagi 4-sonli chegara zastavasiga hujum qildi, deyiladi xabarda. Matbuot xabarnomasiga ko'ra, hujum qilganlar 5 dona o'q otar qurolni olib qo'yishgan. RIA Novostining Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara qo'shinlari boshqarmasi matbuot xizmatiga asoslanib xabar qilishicha, hujum Dushanbedan 60 kilometr uzoqlikda joylashgan Ishkobod 4-chegara zastavasiga amalga oshirilgan. Kuch tuzilmalarining amaliyoti natijasida qurshab olingan qurolli jinoiy guruhning 15 nafar a'zosi yo'q qilindi. Ulardan 5 nafari qo'lga olindi, deyiladi Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot xizmati ma'lumotida. Otishma oqibatida chegara qo'shinlari askari va bir militsioner halok bo'lgan. Voqea joyida tezkor tergov guruhi tuzilgan. Surishtiruv ishlari davom etmoqda.